Assalomu alaykum barchaga. Darslarimizni davom ettiramiz. Demak, o'tgan safar sizlar bilan polimorfizm darsida to'xtagan edik. Xo'sh, bu safar ham shu mavzuyimizni davom ettiramiz. Birinchi bo'lib o'sha sizlar bilan o'sha 3 ta narsa haqida gaplashishimizga kelishib olishimiz kerak. Bular funksional polimorfizm, operator overloading va duck typing hisoblanadi. Mana hozir sizlar bilan funksional polimorfizm haqida gaplashmoqchimiz, lekin o'tgan darsimizda buni o'tib qo'yganmiz. Endi tushuntirish maqsadida o'tganman, lekin bu qismi o'tib ketilgan. Shuning uchun bunga ham biroz qisqagina to'xtalib o'tamiz. Demak, funksional polimorfizm. Funksional polimorfizm o'tgan darsda ham aytganimizdek, bir funksiya turli turdagi narsalar bilan ishlay oladi. Demak, bir turdagi narsa o'zi buni narsa deganda o'zi bizga g'alati eshitilayotgan bo'lishi mumkin, lekin ingliz tilida bunga juda ham ko'p aytishga o'rganib qolganmiz. Item deb aytamiz. Lekin endi o'zbek tilida ham bunga moslashishimiz kerak menimcha. To'g'ri, g'alati eshitilsa ham, lekin buni endi narsa deb aytishimiz bizga endi bundan boshqa g'alati tuyulmasligi kerak. Bir funksiya turli bir turdagi funksiya deylik. Funksiya turli xil narsalar va ya'ni items. Mana shu turli xildagi narsalar bilan ishlay oladi. Demak, bizda bitta funksiyamiz bor. U turli xil narsalar bilan ishlay oladi. Mana misol uchun aytaylik, o'tgan darsimizda o'sha len funksiyasi bilan bir misolni ko'rdik, lekin bu safar o'sha funksiyamizdan yana bir marta foydalanamiz. O'zi aslida buni foydalanishimiz shart emas, chunki hozir bitta ishni ikkita ish qilgan bo'lamiz. Mana misol uchun uzunlikni top degan bitta funksiya olsakda, bunimiz bitta aytaylik bitta narsa degan bitta o'zini ichiga argumentni qabul qiladi, parametr orqali berib yuboramiz va u nima qiladi? Return qiladi. Ya'ni bizga qaytarib beradi length of, ya'ni uzunligini narsani. Biz bergan narsamiz uzunligini qaytarib yuboraveradi. Ana endi mana shu funksional polimorfizm hisoblanadi. Ya'ni biz funksiyani ichida ko'p shakllilikdan foydalanyapmiz. Ya'ni bu joyga len ichiga nimaiki kelsa, biz unga qarab turib uzunlikni qaytarib yuboryapmiz. Mana hozir masalan aytaylik, uzunlikni topgandan keyin nimani uzunligini topadi? Salom degan yozuvimizda bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam aytaylik, qanaqadir bir o'sha arrayimiz bo'lishi mumkin. Mana aytaylik, bir true high misol uchun har xil ichida elementlari bo'lishi mumkin. Xohlasak 1 2 3 qilamiz. U endi array, ya'ni list, ro'yxat bo'lishi kerak bu joyda. Yoki bo'lmasam uzunlikni top deb turib ichida biz dictionary berib yuborishimiz mumkin. Masalan, A1, B2 misol uchunda dictionary berib yubordik. Mana uchalasi 3 xil turdagi ma'lumot turi, ya'ni 3 xil narsa, 3 xil ma'lumot turi bilan demak bitta funksiya ishlay olyapti. Mana bu narsa funksional polimorfizm deyilar ekan. Buni hozir misol uchun aytaylik, Python 3 dars 20 pay. Ishga tushiradigan bo'lsak, salom 5 ta belgidan bir true high jamlangan o'sha ro'yxatimiz 3 ta elementdan va mana bu joyda e'tibor bering. Bu joyda biz nima deyapmiz? Elementlarni sanayapmiz. Bu joyda esa belgilarni sanayapmiz. Va bu joyda esa juftliklarni. Ya'ni A1 deganimiz bitta juftlik, B2 deganimiz, ya'ni kalit va uni qiymati. Kalit va qiymat, key value pairlar. Key value pairs bo'ladi bu. Demak, turli xil narsalarni, turli xil ma'lumot turlarini nima qilyapti? Len funksiyasi o'lchab beryapti va biz buni qaytadan uzunligini top degan funksiyada reexport qilyapmiz. Reexport deyiladi buni. Lekin qarang, bu joyda aslida bizga uzunlikni top degan funksiyamiz shunchaki tushuntirish uchun kerak edi, xolos. Aslida mana bu len funksiyamiz o'zi asli mana bu uzunlikni top degan funksiyamizni o'zini ishini qilyapti, to'g'rimi? Bizga bu narsa aslida kerak emas. Alt
yo'q. Aslo nimalardir ochilib ketdi menda. Shuncha ko'p fayllar ochilib ketdi menda. Demak, bu uzunlikni topni o'rniga len, buni o'rniga ham len, buni o'rniga ham len deb yozaman. Aslida bizga mana bu narsamiz kerak emas, ya'ni qaytadan eksport qilishimiz ham kerak emas. Buni shunchaki chiqarsak ham mana o'sha qiymatlarimiz chiqaveradi. Ya'ni aslida bizda len funksiyasi bu polimorfizmni yaqqol ajoyib bir namunasi hisoblanar ekan, funksional polimorfizmda. Xo'p, endi bitta funksiya turli xildagi natijalarni ko'rsatyapti. Turli xil elementlar bilan ishlay olyapti. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa yaxshi. Ana endi ikkinchi qismga o'tamiz. Bu birinchisi funksional polimorfizm bo'lgan bo'lsa, shuni o'zbekcha yozaylik, polimorfizm. Xo'sh, endi operator overloading. Mana bu tushunchani tushunib olishimiz kerak. Operator overloading degani bir operator, mana yana tushuntiraman. Bir operator. Masalan, ular nima bo'lishi mumkin? Ko'paytirish, qo'shish, masalan, dan kichkina, dan katta belgisi va hokazo belgilar bo'lishi mumkin. Turli narsalar bilan ishlay oladi. Va turlicha ishlaydi bunda. Ishlay oladi. Turli narsalar bilan turlicha ishlay oladi. Masalan, olaylik, bizda qo'shish, ayirish, ko'paytirishlar o'zi bu narsani o'zi misoli bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz yangi bir ma'lumot turi kiritaylik Pythonga. Bu nuqta bo'lsin. Nuqta. Masalan, bilamizki, nuqtani joylashuv bo'ladigan bo'lsa, birorta qog'ozga birorta joyga nuqta qo'yadigan bo'lsak, uni gorizontal, ya'ni o'ngdan chapdan o'ngga mana shu yo'nalishda va yana tepaga yoki pastga yo'nalishda, ya'ni vertikal ko'rinishda o'sha joylashgan nuqtasini belgilaydigan koordinatalari bo'ladi. O'shalar masalan x, y nuqtalarida birlashadi, O nuqtada birlashib mana shu nuqta hosil bo'ladi. Demak, bizga x bilan y kerak ekan. Shuning uchun def init deymanda bu joyda self x teng x ga self nimagadir self y teng y ga va mana bu joyda self doim birinchi keladi, undan keyin x, y. Hozir bizga bu yerda nima qaytarishi muhim emas, muhimi mana shu holatda qisqa kodimizni yozib olsak bo'lgani. Ana endi shu joyda bitta bizni funksiyamiz bo'lsin. Buni dunder metod deymiz. Dunder degani double under degani, ya'ni double underscore. Bu nima degani? Ikkita pastki chiziqcha degani. Xo'p, nimaga ikki pastki chiziqcha deyilgan? Mana hozir ko'ramiz. Bitta funksiya yasaylik. Lekin mana funksiyamizda ikkita pastki chiziqcha bilan yozamiz. Bular dunder metodlar, ya'ni maxsus funksiyalarimiz, klass ichida ishlatiladigan maxsus, aytaylik, odatda klass ichida ishlatamiz. Bu maxsus funksiyalarimiz shunday bir funksiyalarki, bular Pythonni ostida, ya'ni tagida bizga nima bo'layotganligini tushunib olishga yordam beradi. Bu haqida alohida mavzularimiz bor. Masalan, shu paytgacha siz bilan init haqida gaplashganmiz. Init o'ziga belgilangan vaqtda ishga tushadi. Add ham o'ziga belgilangan vaqtda. Ya'ni dunder metodlar shunday bir sehrli, magic method deyiladi ingliz tilida. Shunday bir sehrli metodlarki, ular o'zlariga biriktirilgan vaqtlarga ega va ana shu vaqtlari kelganda o'sha bir vaziyatlari bor, o'sha vaziyat sodir bo'lganda ishga tushadi. Masalan, init funksiyasini oladigan bo'lsak, initialize bo'ladi. Initialize degani bu hosil qilish degani. Ya'ni mana bu klassimizdan bitta obyekt hosil qilgan vaqtimizda o'sha obyektimizni aytaylik xotirasida x va y degan o'zgaruvchilar ostida, ya'ni mana self o'sha obyektni o'zini self x va y anaqasi o'zgaruvchisi paydo bo'ladi va o'sha joyda ma'lumotlarni saqlaydi. Demak, har bitta obyekt uchun alohida yaratiladi va boshqasiga aralashib ketmaydi. Mana shu init funksiyasi mana shu vazifani bajarib beradi. Xuddi shunday add funksiyasi ham bor. Add funksiyasi qachonki plus belgisi bilan
kelganda mana plus belgisi bilan kelgan vaqtida ishlaydi. Ya'ni ikkita narsani qo'shayotganimizda. Mana biz ikkita nuqtani qo'shmoqchimiz. Mana biz nuqta degan narsani yasab oldik. Masalan, nuqtani ingliz tilida point deylik. Mana point 1, point 2 bor deylik bizda. Va bularimiz ikkalasi ham nuqtaga teng. Nuqtaga nima berishimiz kerak edi? Aytaylik 2 bilan 3, masalan nuqta 5 bilan 7 misol uchunda shunaqa deb beradigan bo'lsak, endi bu nuqtalarimizni aniqlashtirib oldik, to'g'rimi? Faqatgina endi bu joyda hozircha past deb turaylik. Mana xatolik bermaslik uchun. Mana nuqtalarimiz bor. 2, 3 va ikkita nuqta bu. Ikkalasi alohida ikkita nuqta. Ikkita nuqtani qo'shmoqchimiz. Qo'shsak nima sodir bo'ladi? Ana shu narsani biz mana bu joyda add sehrli metodi yordamida amalga oshiryapmiz. Qo'shgan vaqtimizda ya'ni shunchaki qo'shmaylikda bunga yangi bir ma'no beraylik. Plus operatorini yangi ma'no berishi hosil bo'ladi, yuzaga keladi bu joyda. Masalan, aytaylik, return qilamiz. Ya'ni ikkita nuqtani bir-biriga qo'shgan vaqtimizda, masalan, aytaylik, print qilayotgan joyimizda print qilamiz. P1 plus P2. Mana o'rtada plus qilyapmiz. Mana shu plus bo'layotgan vaqtida ikkita nuqtali klass mana nima sodir bo'lyapti? Mana bu sehrli funksiyamiz o'zi avtomatik tarzda ishga tushyapti. Mana bu obyekt yaratilganda ishga tushsa, bu plus bo'lgan vaqtida ishga tushyapti. Bu joyda bekorga boshqa degan narsa kiritmadik, chunki aytaylik, mana bu P1 ga P2 qo'shilyapti, to'g'rimi? P1 bu self bo'lsa, ya'ni o'zi bo'lsa, mana bu qo'shilayotgan elementni, P2 esa boshqa degan narsamizga, ya'ni bu joydagi argumentimizga to'g'ri keladi. Va qaytaryapmiz. Qaytarayotganda ham nima deyapmiz? Qaytarayotganimizda nuqta qaytaryapmiz. Xo'p, u nuqtani qanday qaytaramiz desangiz, mana o'sha self x ga, ya'ni P1 ni x ga, ya'ni 2 ga qo'shyapmiz boshqa x ni. Ya'ni P2 ni mana bu x ni qo'shyapmiz. Va bu joyda yana virgul qo'yib self y plus boshqa y deymiz mana. Ya'ni buni mana bu o'zimizni x'imizga boshqa x'ni, o'zimizni y'imizga boshqa y'ni qo'shyapmiz. Ya'ni shunday qilib turib natijani qaytarib yuboryapmiz. Endi shu joyda bitta narsa yozamiz, bitta narsani ko'ramiz. Xo'sh, boshqacha ishga tushiraman. Ishga tushiradigan bo'lsak, bitta narsani ko'rishimiz mumkin. Nimani ko'ryapmiz bu joyda? Mana bu joyda add funksiyasi hamma ishni bajardi, qilib bo'lgandan keyin prosta shu narsa xotirada qayerdadir mana shu manzilda saqlanyapti. Ko'ryapsizmi? Bir g'alati holatda bir klassning ma'lumotlarini qaytaryapti. Lekin biz buni chiroyli holatga keltirish uchun str magic funksiyasidan foydalanamiz. String representative degani, ya'ni matn holatida nimanidir qaytaradi. Ya'ni biz mana bu klassimizni print qilgan holatimizda aslida fonda mana shu str funksiyasi ishga tushayotgan bo'ladi. Bu joyda ham demak self qabul qilamiz birinchi o'rinda va ana endi ichida yozamiz return. Mana bu narsani qaytar. F stringda ichida aytaylik, bu nuqta bo'lganligi uchun aytaylik bir qavslarni ichida qaytarishimiz mumkin xohlasak. Va bu joyda mana aytaylik self x va virgul self y. Mana shu holatda qaytarib yuboramiz. Mana shuni natijasida endi biz ekranga chiqarganimizda mana nuqtamizni mana 7 va 10 deb chiqarib beryapti. Nimaga? Chunki o'zida turgan qiymatga 2 bilan 3 ga, ya'ni 2 ga 5 ni qo'shdi, 3 ga 7 ni qo'shib qaytarib yubordimi? O'sha qaytarib yuborilgan holatda mana bu joyda ishlayapti va o'sha yangilangan qiymatni bizga ekranga 7 va 10 deb chiqarib beryapti. Mana endi bu joyda alt shift tepaga.
Xo'p, bu joyda P1 ni chiqaramiz alohida. Bu joyda esa P2 ni alohida chiqaramiz. Keyin P2 ni P1 ga qo'shib chiqaramiz. Mana 2 ga 3, 5 ga 7 qo'shamiz. 7, 10 mana shunday holatda biz o'zimizni nuqta degan klassimizni, obyektimizni, shunday bir kategoriyamizni, hayotda mavjud bo'lgan bir tushunchamizni dasturlashga olib kirdik. Ko'rdingizmi? Va bu joyda polimorfizmga buni nima aloqasi bor deydigan bo'lsangiz, operator overloadingni mana bu joyda biz qo'shish funksiyasini o'zimiz qo'lda yozib chiqdik. Ya'ni uni vazifasini overload qildik, ya'ni ustidan qayta yozdik. Mana agar nima hosil bo'lardi, biz ikkalasini qo'shganimizda unsupported operand types, ya'ni mana plus nuqta va nuqtani qo'shib bo'lmaydi. Bunaqa imkoniyat yo'q deb aytyapti. Biz shuni imkoniyatini hozir nima qildik? O'zimiz qo'lda qo'shib qo'ydik. Xo'p, menimcha ancha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu holatda esa mana shunchaki P1 va P2 ni chiqarganimizda xotiradagi bir manzili chiqib kelayotgan edi. Hexadecimal value'lar bilan, ya'ni 16lik sanoq sistemasida saqlanadi. O'sha adreslarda o'sha adresini ko'rsatib beryapti. Va mana bu qo'shish jarayoniga kelganda esa bular xatolik beryapti. Mana shu narsalardan biz qutuldik. Nima qildik? Qo'shish amali bajarilgan vaqtida unga bir yangi ma'no berdik, yangi bir xususiyatni berdik va bu o'sha chiroyli holatda mana bizni hozirgi holatimizda ishlayapti. Mana shu narsa demak plus degan amal uchun, ya'ni qo'shish amali uchun biz qo'shimcha xususiyat yozdik. Qo'shish amalini ustiga nimadir yozdik. Mana shu narsa operator overloading hisoblanar ekan va bu qaysidir ma'noda ko'p shakllilikni ifodalayapti. Ko'p shaklli bo'lib ishlayapti. Mana bu ham o'sha polimorfizm mavzusida o'tib ketilishi kerak bo'lgan narsalardan, tushuntirib ketilishi kerak bo'lgan narsalardan biri hisoblanadi. Ana endi bu operator overloadingimiz ikkinchi o'tgan narsamiz bo'lsa, uchinchisi bu duck typing hisoblanadi. Duck typing degani, agar shunday bir gap bor, agar u o'rdak kabi sussa, demak u o'rdakdir. Tushundingizmi? Mana agar u o'rdak kabi sussa yoki ba'zi joylarda ovoz chiqarsa, demak u o'rdakdir. Aytaylik, bitta inson bor, u kelyapti-da o'rdakka o'xshab ovoz chiqaryapti yoki o'rdakka o'xshab suzyapti. Demak uni o'rdak deb qabul qilamiz. Ya'ni biz shunday bir qoidalar bor, oddiy sodda qoidalar bor. O'sha qoidalarga mos tushdimi, demak uni o'shanday qabul qilaveramiz. Uni ko'rinishiga qarab o'tirmaymiz. Bizga muhimi uni funksionalligi, uni bajarayotgan amali o'sha narsaga tortyaptimi, demak biz uni o'sha narsa deb hisoblaymiz. Pythonda endi Pythonda bu shuni bildiradiki, obyektni turi muhim emas. Qanaqa bir obyekt bo'lishidan qat'iy nazar, misol uchun aytaylik, u qush obyektimi, samolyotmi, u farqi yo'q. Uchadimi? Demak, uni uchish funksiyasidan biz foydalanishimiz mumkin bo'ladi degani. Biror aytaylik biz xo'sh, bizda muammo. Demak, zaryad muammosi. Biroz shu zaryadligimni ulab olaman notebookimga. Yaxshi. Ana endi qarang. Demak, bizda samolyot bor, qush bor. Ikkalasi ham nima qiladi? Uchadi. Bizga uchish degan narsani, tushunchani tushuntirishimiz uchun samolyotni ham misol qilib tushuntirsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam qushni olib tushuntirsak ham bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni ularda shakli har xil bo'lishi mumkin, lekin qiladigan ishi bittami? Ya'ni uchish amalini bajaradimi? Ya'ni bir yosh bolaga uchish nima deganini tushuntirmoqchi bo'lsangiz, aytaylik, mana bu samolyot, u osmonda ketyapti, yerdan balandda harakatlanyapti, qaysidir tomongadir, tepada deb tushuntiramiz, to'g'rimi? Xuddi shu narsa uchish amalini unga samolyot orqali emas, balki nima orqali ham tushuntirishimiz mumkin? Qush orqali. Qush bu tepada uchadi, yerdan balandda qaysidir tomonga qarab ketyapti, harakatlanyapti. Mana shunday tushuntirishimiz mumkin. Ya'ni bu joyda uchish degan fe'lni, tushunchani ikkalasiga ham bemalol birdek ishlatishimiz va uni tushuntirishda foydalanishimiz mumkin.
e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa ularni shakli, holati, qanaqa holatdaligi farq qilishi mumkin, lekin qilayotgan ishi muhim. Mana shu narsa ko'p shakllilik degan tushunchani bizga tushunishimizga yordam beradi. Polimorfizm deganimiz uchun bularni ham o'tib ketyapman albatta. Masalan, aytaylik, bizda hozirgi misolimizni olaman. Klass qush. Bizda bitta qush bor. Qushimiz uchadi. 3 desak uchadi. Self qabul qilamiz. Print. Aytadiki, qush men uchyapman deydi. Qushga aytamiz 3 desak, men uchyapman deb javob qaytaradi. Va endi bizda bitta samolyotimiz ham bor-da. Samolyotimizdan bor. Samolyotimizda ham xuddi shu ish bor. Def 3 bu joyda self print men samolyotman desini aytaylik. Uchyapman. Mana shunday deb aytsin. Endi qarang. Ikkalasi ham uchyapti, ikkalasi ham uchayotgani haqida xabar beryapti. Endi aytaylik, biz tashqarida bitta funksiya hosil qilamiz, uchish degan. Va mana shu uchish degan narsa nimaiki narsa bersak uchiramiz. Ya'ni biz nimanidir uchishini xohlayapmiz, nimanidir uchishini xohlayapmiz va u joyga nimaiki narsa kelsa ham farqi yo'q. U samolyotmi, qushmi, farqi yo'q. Hammasini uchirib tashlayveramiz. Tushunyapsizmi? Va o'sha narsani olamizda uch deymiz. Ichida 3 degan bizga muhimi ichida 3 degan funksiyasi bo'lsa bo'ldi. Uni qanaqangi obyektligini, qush obyektimi, samolyot obyektimi, uni bizga umuman qizig'i yo'q. Ana endi hamma narsani e'lon qilib bo'lgan bo'lsak, qushni q deb olsak, mana qushdan bitta obyekt hosil qilyapmiz va samolyotdan ham s degan obyektni hosil qilyapmiz. Misol uchun aytaylik, bularda q, s deb o'tirmasdan, misol uchun aytaylik lochin, buni esa Boeingmi shunaqa bo'ladimi, Boeingmi shunaqa deb nomlasak, umuman olganda aytaylik Boeing deb nomlab qo'yaylik. Mana ikkalasini alohida, ya'ni lochin degan qush yasadik, Boeing degan samolyot yasadik. Endi shu ikkalasini uchirishimiz kerak. Uchishi kerak bular. Uchish amalini bajaramiz lochin bilan. Va xuddi shu ishni bajaramiz nima bilan? Boeing bilan. Mana bizga farqi yo'q. Uchish degan amalni bajartirgizamiz. U lochin bo'ladimi, Boeing samolyoti bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Nimaiki vertolyot, umuman uchishi mumkin bo'lgan, ya'ni 3 degan funksiyasi, uchish xususiyati bo'lgan nimaiki narsa bo'lsa, o'sha narsani biz uchiraveramiz. Ya'ni mana bu uchish degan narsada funksiyada nima qabul qiladi, uni uchiradi. Tamom. Xo'p, bu ishlaydimi degan savol bor bizda bitta. Xo'sh, mana men uchyapman, men samolyotdan uchyapman. Ko'ryapsizmi? Mana bu narsada bizga obyektni qizig'i yo'q. Ya'ni uchirayotgan uchish vaqtida bizga uni qizig'i yo'q. Nimaiki bo'lsa, muhimi uchsin, uchish funksiyasi bo'lsin. Ko'rinishini qizig'i yo'q, xususiyati bitta bo'lsin. Demak, bu polimorfizmni bizga beradigan xususiyatlardan bittasi ekan, ko'p shakllilikni. Demak, mana bu narsani biz nima der ekanmiz? Duck typing der ekanmiz. Duck typing. O'rdak kabi suzyaptimi? Demak, u o'rdak. Ya'ni uchish imkoniyati bormi? Demak, u ucha oladigan narsa deb aytyapmiz. Xuddi mana shu narsa. Uchish funksiyasi obyekt turini tekshirmaydi. Faqat obyekt 3 metodiga ega bo'lsa ishlaydi. Shu polimorfizmning dinamik va eng o'sha bir qulay ko'rinishlardan biri hisoblanadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, funksional holatdagi polimorfizm bu bir funksiya turli turdagi narsalar bilan ishlaydi. Operator overloading esa operatorlar turli narsalarda turlicha ishlaydi degani va duck typing esa obyekt turi emas, bunda imkoniyati muhim degani. Mana bu yerda yozib qo'yaylik. Operator turi emas, operator deyman, obyekt turi emas, uni imkoniyati muhim.
Mana shu narsa. Demak, biz bularga bittadan misolni ko'rdik. Masalan, funksional polimorfizmga len funksiyasini string va list uchun ishlatilgan holatlarini ko'rdik, to'g'rimi? Operator overloadingga plus metodi, ya'ni plus operatorini, ya'ni nuqta klass uchun ishlaydigan qildik. Duck typingda esa misol uchun aytdik, 3 amalini samolyotmi, boshqami, bizga muhim 3 imkoniyat bo'lgan narsaniki uchirib yubordik, to'g'rimi? Mana bu narsalar demak bizga o'sha tushunarli bo'lgan bo'lsa, kelgusida o'sha dasturlashni davom ettirayotganimizda bizga ancha qulaylik yaratib beradi. Mana shu holatlarda ishlatish mumkinligini bilib olishimiz bu bizga kelgusida aytaylik bir dokumentatsiya o'qiyotgan vaqtimizda ham operator overloading deganda, bu o'zi nima ekan, duck typing desa bu nima ekan, yoki bo'lmasa funksional polimorfizm nima ekan, funksional polimorfizm nima ekan deb o'tirmaymiz. Muhimi mana bu tushunchalarni yaxshilab tushunib olganimiz va bulardan kelgusida o'sha haqiqiy hayotiy ilovalarni yasayotgan vaqtimizda ham ishlatishni bilamiz. Bugungi polimorfizm haqida aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.